Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Robbimiz Alloh taologa beadad hamdu sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durudu salovatlarimiz bo'lsin. Fazilatli bu kunlarda, barakotli soatlarda, tarovihiy namozlarda Alloh taolo barchalarimizga o'zining kalomini eshitishlik baxtini Robbim nasib qilyapti. Alloh taolo barchalarimizga Qur'onning fazilatini, Qur'onning barakotidan har birlarimiz bahramand bo'lmog'imizni Robbim nasib qilsin. Chunki haqiqatda bu tilovati Qur'onni yuqorida aytganimizdek, masjidlarda baralla eshitilishligi, Mümin musulmonlarning xavotirsiz holatda Qur'onni xatmiga somi bo'lishlik Alloh taoloning fazlidan biz mu'minlar shukrona qilishlikning imkoni yo'q, ya'ni shukrona qilmaslikka ilojimiz yo'q bo'lgan amallar hisoblanadi. Haqiqatda alhamdulillah Alloh yaxshilik berdi, Alloh fazl berdi. Barchalarimiz xatmi Qur'onlarda bardavom bo'lyapmiz. Alloh oxirigacha Qur'on tilovatlarida bardavom bo'lmog'imizni Robbim nasib qilib, Alloh taoloning o'zi har birlarimizga kuch va quvvat bersin inshaalloh. Xususda shukronalik, Allohga hamd aytishlik, bu tarovih namozlar, bemalol namoz o'qishlar, ertangi kunning ro'zasini baralla aytish, baralla Alloh taolo fazl bersin. Bugun tarovihni mana boshlab oldik. Ertaga ertalabdan inshaalloh taqriban 5 ta kam 6larda yo 2 daqiqa kam 6da bo'lganda og'iz yopilish. Saharlik vaqti shu. Ko'pchiligimizning qo'llarimizda taqvimlar bor, har xil taqvimlar bor. Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Bitta taqvimni tanlab oling. Buxoro vaqti bilan taqvim ko'pchiligimiz aytganmiz, masalan, bugungi kundagi taqvimlarning ko'pchiligiga ishonish yo ko'pchilik taqvimlardan savol so'rash, unisi to'g'rimi, bunisi to'g'rimi? Birodar, niyatni xolis qiling. 5 daqiqa qolgan, 6, 5:55 da yoping inshaalloh. Alloh fazl bersin. Mana shundan yopib duo qilib yoping, Alloh taolo ro'zalarimizni Robbim qabul aylasin. Alloh yaxshilik bersin. Ro'za tutishlikni niyat qilaylik. Mana bugun kechqurundan 30 kun davomida ro'za tutishlikni niyat qilyapmiz. Nega bugundan 30 kun ro'zani niyat qiling deyapmiz? Nima uchun? Mabodo ertaga saharlikka o'rganmaganmizda. Saharlikka mabodo uxlab qolsak, turdik soat 7. Nima edi? Bugun biz Ramazonni birinchi tarovih kuniga necha kun ro'zani niyat qiluvdik? 30 kun. Ertalab turib aynan niyat shart emas endi. Turib duo qilamiz, ro'zamizni davom ettiraveramiz. Masalan, uxlab qoldik. 7da turib qoldik masalan. 6:30 da turdik. Ro'zaning saharlik vaqti o'tgan. Lekin niyatimiz bor mana. 30 kunda niyat qiluvdik. Shu niyat bilan inshaalloh davom ettiramiz. Mabodo uxlab qolsak. Ya'ni uxlab qolgan kuni endi men kech qoldim, ro'za tuta olmayman, endi saharlik qila olmadim demang. Saharlik qilmagan bo'lsangiz ham Alloh o'sha kuni sizga kuch-quvvat beradi inshaalloh. Chunki ro'za, Ramazon bu boshqacha kayfiyat. Allohning boshqacha fazilati bu. Shuning uchun davom ettiring ro'zangizni. Lekin saharlikda uyg'onmay turib ham ro'za qabul bo'lar ekan-ku mana deb qasddan saharlikka turmaslik qilmang. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam tasahharu inna saharatal baraka dedilar. Saharlik qilinglar. Saharlikda baraka bor dedilar. Saharlik qiling. Barakani egallang. Alloh taolo fazl bersin. Mabodo ishli odamlar bo'lsa, ertalab o'qishga chiqib ketadiganlar bo'lsa, ishi mehnati og'ir bo'ladigan bo'lsa, 20-25 daqiqa kutsin saharlikdan keyin. Bomdod namozining avvalgi kirish vaqti bo'ladi. Bomdod namozini o'qisin-da undan keyin dam olsin. Toyinki ro'zasi unga og'irlik qilmasin. Bomdodda jamoatga chiqib yoki bomdod vaqti, masjid vaqti bu o'rtacha vaqt bu, boshlanish vaqti emas. Sahar bomdodning kiraverish vaqtida bomdod namozini uyda o'qib, xonadondagi oila a'zolari bilan. Undan keyin yana dam olsa ham bo'laveradi. Bu joyda maqsad nima? Maqsad ro'za tutaylik.
Maqsad Alloh taoloning fazlidan umidvor bo'laylik. Maqsad nima? Maqsad ro'zani yengil qilib, insonga oson o'laroq, fazilat o'laroq ro'zani Alloh taolo diniy va dunyoviy bandaga uchun manfaat dedi. Ixtiyoriy och qolishlik. Buni bugungi kunda tibbiyotda uning manfaatlarining ko'pligini bugun mo'jizalar o'laroq bugun guvohi bo'lyapmiz. Lekin Alloh taolo 14 asr oldin Rasululloh orqali sizga ro'zani farz qilgandi. Oyatda keltirgandi buni. Bugun endi dunyo ixtiyoriy och qolishlik taqriban 12 soat bu insonning tanasida manfaatlar bo'lishligini endi fan texnika aniqlayapti. Lekin Alloh hikmat o'laroq sizga taqdir qilgandi. Shuning uchun imkon qadar ro'za tutadiganlar ro'zaga mustahkam bel bog'lanki, Alloh taolo ro'zalarimizni Robbim qabul aylasin. Ro'za ulug' ibodat. Va shu bilan birgalikda ro'zadorlar ehtiyot bo'laylik. Nimadan ehtiyot bo'laylik? Ro'za tutdik. Ro'zador kunimiz ham kechagi kunimizday, oldingi kunlarday bo'lmasin. Ro'za tutdik, o'sha yolg'on gapiramiz, o'sha birovni aldaymiz, o'sha yomon ishlar qilib yuramiz. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nima dedilar? Unday insonning ro'zasi ochlik va chanqoqlikdan boshqa narsa emas dedilar. Uning ro'zasi ro'za emas. Uning ro'zasi ochlik va chanqoqlik, tamom. Ro'za tutyapmizmi? Birodar, taqvoliroq bo'laylik. Odobli bo'laylik. Fazilatli bo'laylik. Yaxshilik, in'om, ihson, mu'min musulmonchilik odob va shukuhi bo'lsin bizda. Aslida bu narsalar siz uchun quloqqa eshitilishligi yomon bo'lganlar, og'ir bo'lgan gaplar. Tartibli bo'ling. Mashinalaringizni chiroyli joylashtiring. Oyoq kiyimlaringizni to'g'ri joylashtiring. Ko'rganda salom bering, qo'shningizni holidan xabar oling, bir yetimni boshini silang. Aslida bunday gapni eshitish musulmon, haqqoniy musulmonga og'ir. O'zi aslida qilib yurgan ishimizda. Aslida odatimiz shunday bo'ladi. Musulmonchilik odati va odobi mana shunday. Aslida buni yana qayta takror aytishlik bu qiyin masala. Shuning uchun mana shu odoblar ba'zi insonlarimizdan yo'qolib ketganligi uchun takror o'laroq aytyapmiz. Alloh taolo ro'zalarimizni qabul qilsin. Ro'zada mustahkam bo'lishlikni Alloh nasib qilsin. Ro'za ulug' ibodat. Barakali ibodat. Rasululloh aytganlaridek ro'za bu insonni gunohini kechirishligiga sabab bo'ladigan ibodatlardan. Ramazon bu Rasululloh aytganlaridek burni yerga ishqalansin, baraka topmasin. Kim Ramazon keldi, Ramazonni tugatyapti, uni gunohi kechirilmadi. Nima uchun? deyaptilar. Ramazon-ku gunohlar kechirilishligiga katta imkoniyat bo'lib turgan bu vaqt soatda Ramazon kelyapti, parvosiz Ramazonni o'tkazyapti. Rasululloh aytdilar, burni yerga ishqalansin. Kimni? Ramazon kelibdi, Ramazonda tirikmiz. İmkoniyatlar keng, shu imkoniyatdan foydalana olmasak. Ramazon oyi juda mu'min ehtiyotkor bo'ladigan oy. Nega? Chunki bu oyda mana shu kundan hozirdan boshlab keyin gunoh qilsangiz, bizda bir maqol bor-ku, bir gunoh ish qilib qo'yadi-da, shayton meni yo'ldan urdi deydi. Endi unaqa deya olmaydi. Shaytonlar zanjirband qilindi. Endi bu oyda kim gunoh qilsa aynan o'zi qilgan bo'ladi. Aynan o'zi bo'ladi. Oynaga qarab, qilayotgan qilmishingizga qarab, birodar bir tafakkur qiling. Bugun qilayotgan qilmishimiz dangasalik bo'ladimi, nafs bo'ladimi yoki yomonlik bo'ladimi? Uni vasvasati bundan oldingi oylarda aytganmizmi? Nimadirlar bahona qilgan bo'lsak, bahonani chetga suringda, bugundan boshlab erta indin Ramazonni oxirigacha qilayotgan ishlaringiz aynan o'zingiz o'sha. Unda shaytonning biror bir aybi yo'q. Shaytonni bugungi kunda bahona qila olmaysiz. Chunki shaytonlarni Alloh Ramazon kirishi bilan zanjirband qildi. Shuning uchun Alloh taolodan fazl so'rangki, Alloh sizni Ramazonda taqvoli qilsin. Ramazonning asari bizga bilinsin. Qandayinki, kecha qanday edik? Bugun Ramazon kirdi, boshqacha bo'lsin. Ramazonning shukuhi
o'zimizda, ehsonimizda, gapirishimizda, farzandlarimizda, ayollarimizda, masjidlarimizda bilinsin. Ya'ni bilinsin degani Ramazonda dabdababozlik ila iftorchilik bering emas. Odobda, tarbiyada, taqvoda, ya'ni ruhoniyatda, ruhiy tarbiyada Ramazonning kirganligi bilinsin. Taqvoliroq bo'laylik, saxiyroq bo'laylik. Yetim yesirlar, ijtimoiy ko'makka muhtoj birodarlarimizni holidan xabar olaylik va har birimiz bunday berilayotgan ne'matlardan chiroyli foydalanish. Bugungi kunda davlat miqyosidagi ish qanday? Masjidlarda namozxonlarning ko'tarinki ruhda namoz o'qishlari, tarovih namozlarini o'qishlari, xavfsiz, xatarsiz holatda o'qishlik. Bugungi kunda tashkilot rahbarlari, mutasaddi xodimlar, ichki ishlardan boshlab to yuqori tashkilot, hatto bu prezident rahbarlarini olib borayotgan siyosatlari, ya'ni nima? Mu'min musulmonlar ko'tarinki ruhda Ramazonni o'tkazsin, go'zal ibodat qilsin. Alloh ibodatlarini qabul aylasin. Alloh taolo biz sizga bu yaratib berilayotgan sharoitlardan go'zal foydalanmoqligimiz, shukronada bardavom bo'lmoqimiz va buning shukronasi o'laroq tarovih namozlarida go'zal, mukammal qatnashib, ro'zalar tutib, vatanimiz, diyorimiz, masjidimiz, ota-onamiz, farzandlarimiz haqqiga duo qilishlikni Alloh taolo har birlarimizga nasib qilib, qora akalarimizga Alloh taoloning o'zi kuch-quvvat bersin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'man nasir. Bi rahmatika ya arhamar rohim.